Assalomu alaykum bizni ko'rib borayotgan do'stlar. Bugungi obyektimiz Namangan shahri, Namangan tumani Beshkapa qishlog'iga o'rnatdik. Mana shu ko'rib turgan akfa eshik derazalaringizda oynasi 2 qavatli oyna, derazalardagi yo'ldovoy oddiyga oq oddiy 2 qavatli paket qilingan. Eshiklardagi yo'ldovoy qalampirga oq oddiy oyna 2 qavatli paket qilingan. Hop, bu yerda 6 ta ramkamiz arkali. Undan tashqarisi arkasiz. 5 ta porchkamiz bor, 6 ta eshigimiz bor. Hop, 5 ta derazamiz bor. Buni ag'ida ham 2 ta to'rtburchak derazamiz bor. Buni mana shunday holati. Hop, $1625 ga o'rnatdik. Hop, endi ochilishlarini bir qator aytib o'tsak, porchkalarimiz pastdan qaychi mexanizm bilan ochiladi. Mana shunday bo'lib, to'rtburchak bo'lib ochiladi. Mana bemalol o'sha havo yaxshi aylantiradi. Hammasi shunaqa holatda ochiladi. Bu yerda bitta podval eshigimiz bor. Podval eshigimizda ham oynasi 2 qavatli. Bu tagidagi lamberisi bor. Tagida lamberisi bor. Hop, eshiklarning hammasini tagi lamberi. Mana bu derazamiz ikkita yondan ochiladi, o'rtada bitta porchka bor. Bu yerda bir dona derazaligi uchun shunaqa qilingan, fasoni ochilishi ko'proq. Bu tomonlarimizda ikkitadan deraza. Bu tomonda ham, narigi tomonda ham bor. Hop, birinchi eshigimiz chapga ochiladi. Kirganimizda bu banyani eshigi narigi tomoniga o'sha 180 ga 2,5 metr qilibmi, o'sha holatda banya tushadi. Ichkarisi bo'ladi. Bu yevro fasondagi deraza. Bitta yonga, ikkinchisi mana shunday ochiladi. Buni yopib qo'yib, porchkani o'zi bilan havo aylantirsa ham bo'ladi. Ochilishlarini mexanizm, odisher mexanizmdan bo'lgan ispannitlga. Porchkalari ham yaxshi ochilib yopiladi, polni ochiladi. Narigi tomonni ham bitta ko'rsatamiz. O'sha mana bu derazamiz 95 ga 180, nargisi 99 ga 180 joyida jicha razniца bo'lgani uchun o'zini holatiga moslab o'rnatganmiz. Eshiklarimizni ochilib yopilishi yaxshi. Hozirgi holati sal qattiqroq yopiladigan holat, chunki rezinkalari hali bosilib mahkamlanmadi. Haligi nima desa bo'ladi? Sal ishib turibdi-da hozir yangiligi uchun. Sal bosilsa yumshoqroq bo'lib qoladi. Bunda ham to'g'rimizda bitta derazamiz bor. Bu ham xuddi o'shanday. Hop, chap tomonga ochiladi. Porchkamiz bor. Mana bu tomonimizdagi ham o'sha eshik uyni holatiga qarab turib ochilishlari qilingan. Bu bitta bu tomondan ochiladi, bunisi bu tomondan ochiladi. Ochilishlar jicha ko'proq. Endi bu bizniki faqat zakazga. Shuning uchun o'sha egasini xohishiga qarab turib yasalgan bu narsalar. Shuni hisobiga ochilishlar jicha ko'proq. Bu yerimizda ham bitta bu ko'hnaga moslangan ekan. Hop, bunisi bu tomonga ochiladi. Mana shunday bo'lib ochiladi. Bu porchkamiz mana bu tomonga ochiladi. Ochilib yopilishlar juda chiroyli. Mana bu yerimizda bitta porchkamiz bor. Endi bu bo'yi sal balandroq ekan, bo'yimiz yetsa mana shunday holatda polni ochiladi. Porchkamiz ham havo bemalol aylanib o'tadigan holatda. Endi bu mana biz ko'rsatgan barchasi $1625 ga bo'ldi. O'sha o'lchashda jicha narsa bo'lib qolib, bitta eshigimiz qolib ketgan ekan. Mana bu yerda 2 qanotli eshik bo'lgan ekan. Narigi tomonni olsangiz aniqroq ko'rinadi. Bu tomonda bitta 2 qanotli eshikni o'lchanmay qolib ketgan ekan. Bunga o'sha 2,200,000 ga qilib berdik. 2 qavatli oyna, pasti lamberi, yonida bitta porchkasi ham qo'shib berilgan. O'zini mablag'idan ham jicha pastroq narxga yasaverildi. Porchkasi bilan shunaqa holatga tushdi. O'zini mablag'iga desa ham bo'ladigan holat. O'sha narsa bo'lgan ekan, qolib ketib qolgan ekan. Ish jicha chekkaroqda bo'lgani uchun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan o'rnatgan mana bu obyektimizdagi narsalar mana shulardan iborat.
Hop, bizdagi narx-navolar o'ziga yarasha ja qimmat ham emas, ja arzon ham emas, ili o'sha dostoyniy narsalarni qilganimiz uchun, masalan, ruchka zamoglari, derazalarni mahkam ushlab turadigan narsalari, исполнитель bilan ruchkalari quyma ruchkadan bo'lgani uchun o'ziga yarasha narxi bor. Bemalol murojaat qilib narsa qilinsa, albatta chiroyli holatda ishchi sifatini ham, narxini ham, o'sha yetkazib olib borib berish kunlarini ham inshaalloh yaxshi chiroyli holatda olib qilib beramiz. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.